Ba'zi bir joylar borki, u yerga borganingizda tamoman o'zingizni boshqacha his qilasiz. Shunday joylardan biri Dugoba. U yerda nafaqat tabiati go'zal, balki har bir nafas inson uchun shifo. U yerning havosi juda musaffo. Shu sababdan ko'pchilik bu yerga nafas yo'llari muammosi, astma va allergiya bilan kelishadi. Bu yerda nafas olishni o'zi odamga yordam beradi. Toza havo miyangizgacha tiniqlik baxsh etadi. Suvi esa alohida e'tiborga loyiq. Tog'lardan oqib tushadigan buloqlar muzdek sof va toza. Bu suvni ichganingizda ham, yuzingizga sepganingizda ham farqni darhol sezasiz. Tabiatning o'zi sizga g'amxo'rlik qilayotgandek tuyuladi. Eng muhimi bu yerda Dugoba Resort degan dam olish maskani bor. Juda sokin, shinam va qulay. Har bir narsa mehmonlar rozi bo'lishi uchun mo'ljallangan. Bu yerda hattoki prezidentlar dam olgani bejiz emas. Tinchlik, xavfsizlik va tabiiy shifo bir joyda jamlangan. Biz sizga Dugoba Resort haqida, u yerga qanday borish mumkinligi va Dugoba tog'larining go'zalligi haqida to'liq video tayyorladik. Bunday go'zallikdan bahramand bo'lish uchun videoni oxirigacha ko'rishni maslahat beramiz. Dugoba Resort Qirg'iziston tog'larining bag'rida, Farg'ona viloyatining burchagidagi chegarasida joylashgan. U yerga borish uchun Farg'ona shahridagi Andijon pitagidan Shohimardon mashinalariga o'tirasiz. Damazlar narxi bir odam uchun 40 ming so'mdan, yengil mashinalar esa 50 ming so'mdan Shohimardongacha olib boradi. Yana bir 10-15 ming so'm qo'shib bersiz, Dugobagacha olib borishadi. Farg'ona shahridan Vodilning Pulgon postigacha taxminan 30 kilometr. Pulgon postidan o'tish uchun Zagram pasportingiz yoki ID karta bo'lishi shart. Eski pasport bilan o'tish imkonsiz. Jami ikkita postdan o'tiladi. Pulgon bu O'zbekistondan Qirg'iziston hududiga kirish bo'lsa, 20 kilometrdan keyin Oqqiya posti keladi. U yerdan yana qayta O'zbekiston hududiga kiriladi. Taxminan 12 kilometr yurib, Dugoba Resort dam olish maskaniga yetib kelasiz. Hammaga assalomu alaykum. Bugun biz Dugoba Resortga mehmon bo'lib kelganmiz. Sababi navbatdagi podkastimiz sonini syomka qilish uchun Shestakam oldilariga kelganmiz. Shestakam shu Dugoba Resort dam olish maskanining asoschilari bo'ladilar. Shestakam assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xudo xolasa bugun endi siz bilan Ahmad aka, fat bo'ling. Bugun endi siz bilan boshqacha podkast olamiz, ya'ni tabiat qo'yinida. Albatta. Xolasa kuzatuvchilarga ham maza qiladi degan umiddaman. Batki va podkastdan olamiz inshaalloh. Podkastimiz nomi aytgancha Vodiycha podkast bo'ldi. Vodiycha, bo'ldi. Xudo xolasa vodiyliklarga, umuman o'zbek xalqiga juda inshaalloh. Xudo xolasa ko'rmagan joylarni ko'rsatib, manfaatli nimalar qilamiz. Video qoladi. Inshaalloh. Oxirigacha kuzatinglar, xudo xolasa zo'r narsalarni ko'rsatamizlar. Bizda mana bugun 3-kun turishimiz ekan. To'g'risi o'zim maza qilyapman. Baraka top. Bir miyalar shunaqa dam olyapti aka. To'g'risi bizda video, content, syomka, montaj bo'lib, hozir birinchi marta chiqishim mana bunaqa tabiat qo'yiniga. Tabiatda Juda maza qilyapman. Aka, zo'r narsaga yo'l anaqa qo'l uribsiz deydimi? Men o'zim pastda chetda yashayman, mana buni 7-8 oydan beri qurilish boshlangandan beri. Hali 1 yil bo'lmadi. 1 yil bo'lgan, hozir endi to'g'ri yo'li ochilgan. O'zi qurilish boshlanganiga o'zi 7-8 oy bo'ldi-yu. Nima deydi? O'zim maza qilib boraveraman. Har kuni doim chetda yashasam. 7-8 oydan beri to'ymayapti. Qani? 3 kun ishtimamas. 3 kun ishtimamas. Bu hali o'rganib qo'yganingizdan keyin baribir. Faqat keladiganlarga ham maslahat berardim. Bir haftani hisobini olib, bo'lsam-chi. Nima qilishar ekan? Bir haftaga kelishsa o'zi to'ymayapmiz mana 3 kun bo'lyapti mana bugun. Keladigan bo'lsak, xudo xolasa yana уже qachon kelishimizni planini qilyapti. Hali kech kelaverasizlar endi mana shu o'zlaringiz ko'p bo'ldi endi inshaalloh. Qachon bo'lsa kelaverasizlar-da. Xo'p, aka, qayerdan keldi sizga bu fikr? Qanaqa bo'ldi? Xo'p. Bu endi bu joyda o'zi ota-onamiz quramiz deb o'ylab o'tgan edi. Keyin endi joy olganingizdan keyin har hafta keladigan olib qolasiz-ku. Telefon qilsa bir ikkita o'zi sharoiti bor, dacha Shahmadonni o'zi bilsangiz 2-3 ta xolos-da. Telefon qilsak doim joy band deydi boshqanasiga. Keyin men o'ylab qoldim, biznes qilsak bo'lmasmikan deb. Keyin o'shandan kelib chiqib, men aytdim, biznes qilaveraman shu bittasida ota-onam va turishaveradi dedim. Va kelib yashashmaydi-ku deb.
Shu bilan xullas biznesga aylanib ketdi. Shaharda ishladi, jiyanlarga topshirdim, unga topshirdim, bunga topshirib turib, o'zim kelib oldim-da mana. Kelib endi mana hozir endi dachada ancha Xudoga shukr bitib qoldi. Juda go'zal bo'ldi aka. Ajoyib, o'zim ham xursand endi mana. Bu ayniqsa o'sha dam olish, ne только dam olish, bitta davolanish uchun ham Albatta. keladigan joy bo'libdi. Mana ko'ryapsiz, archalar, tog'lar, havosi juda toza. Bu o'zimiz ham shu maqsadda Ayya, qani olib kelib, dam olib. shu hozir bolalarda orasida rosa anaqa virus tarqabdi deng. Shunaqa. Yo'talishib yo'tala qolmayapti. O'shanga olib kelgan edik. Boshqalarga ham maslahat berardik. Boshqa joylarga olib chiqib bir dam olib ketishlarini. Xo'p, aka, biz adashmasam Qirg'izistonda, O'zbekistonda rosa oxiriga keldik shekilli. Oxirgi to'chka. Mana qarang, mana turgan joyimiz mana 3 burchak eng oxirgi to'chka. Bu taraf ham Qirg'iziston tog'i, bu taraf ham hozir tog'lar endi mana qarang, bulutlarda bekib qolibdi. Bu taraf ham. Hali borib ko'rsatamiz. Tog'larni ko'rsatamiz, o'shanda bulutlar ochilib qoladi. Mana taraf faqat O'zbekiston shu taraf xolos. Mana shu oxirgi nuqtada mana shu yerda ishlayotganimiz o'sha Qirg'izistonda. Oxirgi nuqta nima deydi? Biz o'tgan yil bitta mana qurilishni boshlayotganimizda may oyida boshlaganmiz. Sababi aprel oyida men qorni kuratgan momentlarda, haligi Samsung olib chiqib. Mana shu bo'yi qor edi. Bunaqa payt. Bu yil erta eribdi. Bu yil endi erta erib ketdi. Ammo ob-havoda mana bugun ko'rdik. Bugun qor berdi. Hali yana 3-4 kun qor ko'rsatyapti. Yog'ib qolishi ham mumkin. Yana to'lib qolishi ham mumkin. Shunaqa. Havosi zo'r ekan batki. Havosi zo'r. Mana shu yoz bo'yi ustida ishlatdim-ku. Yoz bo'yi ustida ishlatgan bo'lsam mana shu yerda ustalar yotib bir 70 ta 80 ta usta ishlatdi. Bir vaqtda mana ro'paramizda dachani ponni nima qildi? Burun qildi ustalar yashash uchun. Hatta yashashadi, mana ular binolar qurishadi. 15 kun pechga yoqmay uxladi xolos. 15 kun. Iyul oyi ham avgustda birinchisidan bir 10-larigacha yoqmadi xolos pechga. Qolgan yoz bo'yi pechga yoqib uxladi hamma usta. Sovuq bo'ladi. Sovuq bo'ladi yoz kunida. Mana shu dam olgani kelishsa ham mana ertaga yozda. Mana shu yerda обогреватель yoqib uxlashadi kech paytda. Ag'da konditsioner yoqmasa uxlamaydi shaharda. Bitta обогреватель yoqmasa uxlamaydi. Endi katyollar o'chirib qo'yamiz, xudo xolasa mana may oylarida o'chiramiz. Xo'p, bu yana qurilishlar davom etadimi aka yana? Atlarida? Endi birinchi o'rinda masjidga, mayka misol uchun bolalar o'yingoh qilib olishimiz kerak. Shu hozir bitgan zanalarga nima to'g'rilab olishimiz kerak. Yana bir ikkita kamchiliklarimiz bor-da. Masjiddan hozir hali yozda ham sig'ansa bo'ladigan balonchida bir shunday narsa qo'yaylikmikin deyapmiz. Ana perivalda qilishgan edi plastmassaligi. Shunga o'xshagan. Kim ayt jarliq. Hali videoda ham olingan kadr bo'lsa qo'yib ketadi. Jarliqqa ham qanaqadir unday chiqib, hali rasmga tushadigan joy qilaylikmi? Nima his qilib odamlarga bitta kelgandan keyin maza qilib olsin, hali. Adrenalin olsin, yo bir chiroyli rasmga tushish uchun joy qilamizmi? Nimadir qilamiz endi. Hali o'sha narsalarni oxiriga yetkazib olib, keyin xudo xolasa qilamiz, baribir balki bunday mana shu katingizni davom ettiramizmi, ko'ramiz endi. Hali bir yangiliklar qilamiz baribir, xudo xolasa. Endi hozir bitib oldi, bu yil birinchi marta yoz o'tkazamiz endi inshaalloh. Ham bir narsa qilamiz endi, xudo xolasa. Shu odam kelsa maza qilib dam olib, ham shifo topib ketsin. Batta yaqinda bitta doktor keldi, aytib berdimmi, yo'qmi? Doktor keldi, o'zi 2-3 kun dam oldi. Biz dedi aytayaptiki o'sha doktor, biz nima qilaveramiz? Litseyni yozib beraveramiz har qancha. Lekin o'sha qana kasal bo'lishidan qat'iy nazar masjidga kelib, tog'ga chiqib bir 3 kun, 4 kun havo almashtirib ketsa, ancha kasallik o'sha o'zi shifo deyapti. Misol allergiyasi bor, nafas yo'li bormi, qanaqa kasallik bo'lishidan qat'iy nazar hamma kasalga shifo ekan o'zi. O'sha doktor o'zi aytib beryapti. Biz yozganimiz bilan deydi, "Bu havosi zo'r ekan." Aytdi, "Endi hozir bulut tushib olib, archalarni ko'rib, mana havoni tozaligi ko'rib, o'zi ham maza qilyapti endi." Endi batda o'zingizdan bilyapsiz, mana 2 soat uxlasangiz, xuddi shaharda 8 soat uxlagan energiyasini olasiz. Maza ham kelmayapti odam. Odamda yuraverasa kuchga to'lib, havosi zo'r.
kechqurun ham chiqib o'tirgim kelyapti tashqariga. Endi Kunduzi ham, shunaqa. kechqurun ham. Ob-havo, atmosfera juda boshqacha. boshqacha. Hammaga maslahat berardim kelishini aka. Endi Xudo xolasa o'zi bilishadi. Endi kamerada baribir bu go'zallikni yetkazib berolmaymiz. Endi qo'ldan kelsa ko'rishadi-yu. Endi Ko'z bilan ko'rgan boshqa. ko'z bilan ko'rgan boshqa. To'g'ri. Hali endi endi mana bahor kelyapti hali. Inshaalloh. Yam-yashil bo'ladi. Xudo xolasa. Gapiravering sekin, mana Chest aka. Ha. Juda zo'r joylar aka. Endi bat Dugobat endi. Mana hozir Dugobaga o'tdik, mana unda chans ko'rindi. Dugobat dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi buni havosi. Tozaligi bo'yicha. Tozaligi bo'yicha bu havosi shunaqa ekanki, mana oldingi prezidentlar bordi, MDH davlatlarda. Ha. O'sha mana hozir ichkarida hozir alpinistlar lageri bor. O'sha 50 yil, 60 yil oldin qurilgan 5 yulduzli mehmonxona bor. Shular shu vertolyotda kelib qolib 10 kun o'sha hamma prezidentlar kelib dam olib ketar ekan, havo almashtirib ketar ekan. Bu butun dunyo bo'yicha birinchi o'rinda degani-da bu nima? Havo. Faqat keyinchalik ya'ni mana Qirg'iziston bilan chegaralarimiz sal nima bo'lib, hali o'ttichilashib, boshqa narsa bo'lib, keyin batlarga o'sha kelmay qoldi, bo'lsa butun dunyodan alpinistlar keladi batga. Keladi. Tog'lar ham rosa baland ekan-da aka. Ha, bu Masalan, bizni Amirsoydagi tog'lar bor-ku, bunaqa bunchalik baland, bunchalik bir nima basda? bunchalik go'zal ham bas-da. Qani mana hozir mana kamera agar mani arsalar olib bersa, borib olib beralarmikan shu go'zalliklarni? Qarang. O qarang bitta bu hazil ekan bas-da, batdi go'zallikni. Bu nafas olib sezyapsizmi? Archani hidi kelyapti aka. Arsani hidi. Keyin bitta shunaqaki 2 soat uxlaysiz bir kunda, 1 soat ham dasi. Bo'ldi, saharda 8 soat uxlagan kuchini olaverasiz. Mana havo. Nimadan bu? Kisloroddanmi? Kisloroddanmi? Ha, kislorod kam hali endi miyani tagigacha yetib boradi-da, eng oxirgi joylarigacha, menimcha. Ha. Bularga endi odam tegmagan deyapsiz aka bularni. Ha, bu tabiatga odam tegmagan. Tabiatga odam tegmagan. Teri ekib tashlagan bularni. Endi O'zbekiston mana hozir maytda raksa mana ko'rinadi, ana hozir O'zbekiston tog'lari. Ponni endi bizni o'zbeklar agar o'tdan foydalanadi-da. To'g'ri. Terak ekadi, boshqa narsa bo'ladi. O'zi shunaqa bu tarafda mana faqat mana yo'q tabiiy. Men sizga aytib bering, mana hozir o'zi 40dan o'tdi mana yoshim. Biz 15 yil mana deylik 30-25 yil oldin kelsak, mana shu archalar mana mashin dag'lichada hali ham. Yo'q, Men bitta yoshi katta odam bilan bitta bildimda o'tib oldik. Aytdimki, mana shu archalarga balonchaga dedim. Bir 100 yil bo'lganmi? 100 yosh bor. Mana shu archa desam, jinnimasa men deydi 50 yil oldin kelsam ham mashinchalik edi deydi. Hozir ham shunchalik bu kamida 500 yil bo'lsa kerak bu archalar deyapti-da. Xalas qilib. Rosa sekin o'sadimi deyman? Juda sekin o'sadi-da. Juda sekin o'sadi. Sababi yoz oz batdi. Quyosh kam chiqadi. Mana ilgari kuni kelgan bo'lsa o'zimiz ham bir kun quyosh chiqdi mana, bir kun 2 kun quyosh bo'lib, shu mana qor, yomg'ir. Ajoyib ekan havosi. Havosi jinni. Mashalloh, manzarani qarang. Wow. O'zi bizni kameralar zo'r ochib berolmaydi-da. Hali demoqchimanki, go'zallikdi. Bu endi ochadi inshaalloh. Nima deydi? Telefondagi. Ha, men hali bir 10 yil, 15 yil oldin bitta ko'rsatuv ko'rdim. Boshqa demoqchisiz. Ha, ko'rsatuv ko'rdim men. Qanaqa hali Boysun tog'larini olyapti endi O'zbekistonda operatorlarni. Hali sifatida mazza qilmaysiz. Endi chet elda tabiatini ochib yurgan videolar ko'rsangiz, boshqachalik go'zallik. Keyin bir kuni shunaqa go'zal tabiatni ko'rsatyapti televizorda. Qarasam, mana o'sha mirovoy darajada bir Euronews qanaqa kuchli Yevropadan kelib O'zbekistonning tabiatini olgan. Videoda, TVdan rakurslar